لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda hajga ehromga kirish va Mino vodiysiga borish hamda ushbu masalalarga oid ba'zi bir fiqhiy hukmlar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Odatda yolg'on Arafa kunidan bir kun oldin kechki payt shu Mino vodiysiga ketish boshlanadi. Ishchi guruh yoki elliboshilar tomonidan biz sizga xabar keladiki, falon soatda hajga ehrom bog'lagan holatda, ya'ni tayyor bo'lib avtobuslarga chiqasizlar va ketamiz degan bir xabar keladi. Demak, mana shu xabarni eshitganimizdan keyin barchamiz hajga ehromga kirishga harakat qilamiz. Hajga ehromga kirishni bilamiz. Ya'ni hajga ehromga kirishdan oldin birinchi bir tirnoqlar olinadi, soch soqollarga qaraymiz, boshqa badandagi ortiqcha tuklar olinadi. Mana shunday holatda bo'lganimizdan keyin g'usl qilamiz endi. Demak, g'usl qilib xushbo'ylanganimizdan keyin ehrom liboslarini kiyamiz. Ehrom liboslari ma'lum, erkaklar ya'ni pastlariga alohida o'raydigan bir mato bor, tepalariga o'raydigan mato bor. Mana shu narsalarni kiyadilar. Ayollarning ham ehrom liboslari ma'lum, ularga alohida bir libos yo'q. Ular o'zlariga ma'qul bir juda yupqa bo'lmagan, ichi ko'rinmaydigan holatdagi liboslarni kiyadilar. Mana shu o'rinda bir masala, erkaklar ehrom bog'layotgan paytlarida bir narsaga e'tibor berishlari kerak. Shu pastki tomonlarni yopayotganlarda erkaklarni avratini albatta yopadigan holatdagi libos bo'lishi kerak u. Hammamiz bilamiz, erkaklarning avrati, ya'ni birovga ko'rsatishi mumkin bo'lmagan joylari, ya'ni tizza boshlanadigan joydan boshlab o kindiggacha deyiladi. Mana shu joyni u pastga o'rayotgan narsamiz albatta yopish kerak. Ba'zan ko'ramiz, ehromga kirgan odamlar bemalol shu tizzalari ko'rinayotgan holat yoki u kindiklarni pastroqlar ham ko'rinadigan holatlarda bo'ladi yoki tahorat qilayotgan paytlarda juda ko'p joylar ochilib ketib qoladi. Demak, biz ehromga kiryapmiz ekan, bu ehromda har qanaqa gunohlardan o'zimizni qattiq saqlashimiz kerak. Ana shunda inshaalloh hajlarimiz haqiqiy haji mabrur, chiroyli, komil hajlardan bo'ladi inshaalloh. Demak, ehrom liboslarini kiyib bo'lganimizdan keyin endi biz 2 rakat namoz o'qiymiz. Ehrom namozini o'qiymiz endi. Ya'ni uni niyati ma'lum, 2 rakat nafl namoz deyish mumkin yoki 2 rakat ehrom namozini o'qish niyat qildim deyish mumkin. Mana shunday u namozni boshlab, unga zam sura qiladigan ham ulamolar aytadilarki, agar odam yodlagan bo'lsa, birinchi rakatiga qul ya ayyuhal kafirun, ikkinchisiga Ixlos surasi, ya'ni qul huvallohu ahadni o'qiydi deydi. Agar bilmasa, bu suralarni o'zi yaxshi bilgan suralarni zam sura qilib o'qiveradi. Demak, 2 rakat namozni o'qib bo'lganimizdan keyin endi biz hajga niyat qilamiz endi. Yani Allohumma inni uridul hajja fayassirhu li va taqabbalhu minni deb turib duo qilamiz. Ya'ni Allohim, men hajga ehrom bog'lashni niyat qildim, buni menga oson qilgin va buni mendan qabul qilgin deb turib niyat qilamiz. Mana shu o'rinda ba'zilar haj badal qilayotgan bo'lishi mumkin. Ular qanday niyat qiladi desa, ular masalan men falonchini o'g'li falonchini nomidan haj qilishni niyat qildim, o'zing oson qilgin va o'zing qabul qilgin degan mazmundagi niyat bilan ular ya'ni ehromga kiradilar. Mana shu niyatni bajarib bo'lganimizdan keyin, niyatni qilganimizdan keyin demak biz labbayk Allohummani aytamiz. Ya'ni labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wan mulk degan mana shu labbayk Allohummani aytsak, demak biz to'liq ehromga kirdik endi. Haqiqiy muhrim bo'ldik. Haqiqiy hajga ehromga kirdik. Alloh taolo mana shunday bir muborak holatni barchamizga o'zi nasib aylasin. Ehromga kirganimizdan keyin endi bizga ehromda mumkin bo'lmagan narsalardan o'zimizni saqlaymiz. Ehromda ruxsat berilgan narsalar bor, ulardan foydalanishimiz mumkin. Mana shu nima narsa ehromda qaytarilgani mumkin emas, u nima narsaga ruxsat berilgan deydigan savolga bizni mana xabaringiz bor, mana shunday silsilaviy darslarimiz bor. Shu suhbatlarimizni 6-suhbatda alohida shu mavzuga to'xtalganmiz. Batafsil shuni bayon qilganmiz. Mana shuni bir eshitib olinadigan bo'lsa, yana bir qator takror bo'ladi. Albatta, nima mumkin u ehromdagi odamga, nima mumkin emasligini bir qator bilib olamiz inshaalloh. Azizlar, juda ko'p savol bo'ladi. Ehromni yechish mumkinmi, almashtirish mumkinmi degan narsalar, bu narsalarga shariatimiz ruxsat beradi.
Demak, ehromni bemalol yechish mumkin. Uni misol uchun ba'zan shu dush qabul qilinadigan holatlar bo'ladi. U joylarda misol uchun Mino vodiysi yoki Arafot vodiylarida shunaqa issiq holatlar bo'ladi. Odam terlaganda shu dush qabul qilinadigan joylarga kirganda bemalol uni yechib, ustidan suv quyishlar mumkin bo'ladi. Mabodo u bu joyga najosat tegib qoladigan bo'lsa, uni yuvish ham mumkin, uni almashtirish ham mumkin. Bu narsalar bu erkak va ayollarga tegishli masala. Bu narsa ham juda ko'p so'ralganligi uchun buni aytyapmiz. Keyin yana bir juda ham ehtiyot bo'ladigan holatlar bor. Misol uchun Mino vodiysida dam olishga to'g'ri keladi, uxlaymiz. Misol uchun Arafotda mana shunaqa holatda biz ehromda bo'lamiz doim. Shu erkaklar yuzi bilan boshini yopib qo'ymaslik kerak. Misol uchun ehromini o'zi bilan yoki boshqa narsalar bilan yuzi bilan boshini yopib qo'yadigan bo'lsa jinoyat bo'ladi. Masalan, konditsionerdan o'zini ehtiyot qilish maqsadida shu bo'ynigacha bir narsani yopish mumkin. Misol uchun yopinchiqmi yoki adyolmi bir narsani yopish mumkin. Lekin shu uxlayotgan paytda bilmagan holatda yuzi yoki boshi yopilib qoladigan bo'lsa, jinoyat bo'lib qoladi u. Agar 12 soatdan kam bo'ladigan bo'lsa, sadaqa berish kerak bo'ladi. 12 soat undan ko'p holatda yopilib qoladigan bo'lsa, unda qo'y so'yishga to'g'ri keladi hatto. Ayollar bo'lsa, ayollar yuzlarini yopishlari mumkin emas. Misol uchun uxlayotgan paytlarida ro'mollari qandaydir yuzlarini yopib qo'ymaslik kerak. Mana shunday yuzlari doim ayollarni ochiq holatda bo'lishi kerak bo'ladi. Shu o'rinda azizlar tabiiy bir savol tug'iladi. Uzrli ayollar hajga ehromga qanday kiradi degan. Uzrli ayollar ham xuddi pokiza ayollardek, mana yuqorida erkak va ayollarni ehromga qanday kirishligini aytdik. Xuddi shunday pokiza ayollardek ehromga kiradilar. Faqat ularning farqli joyi 2 rakat namoz o'qimaydilar xolos. Ehromni 2 rakat namozini o'qimaydilar xolos. Ular shu g'usuldan keyin ya'ni niyat qiladilar va labbayk Allohumma aytadilar. Mana shunday holatda. Endi bular Minoga borib ham shu hamma zikr, tasbihlar, hamma ibodatlarda ular birgalikda qatnashaveradilar, faqatgina namoz o'qimaydilar va Qur'on o'qimaydilar. Arafotga ham boraveradilar, u joyda ham shunday. Namoz o'qimaydilar, Qur'on o'qimaydilar. U Muzdalifaga ham boraveradilar, hamma u joyda bajariladigan narsalarni boshqalar bilan birgalikda bajaraveradilar. Hatto tosh otishlar, hammasini bajaraveradilar. Bitta ularni to'sib turadigan narsa, hali yuqorida aytdik, namoz bilan Qur'on va tavofi ifozagacha ham agar pok bo'lmaydigan bo'lsalar, tavofi ifozani kechiktirib turadilar ular. Qachon pok bo'lsalar, demak g'usulni qilib, keyin tavofi ifozani bajarib keladilar. Hatto ular tavofi ifozani kechiktirganliklari uchun ham u tavofi ifozani o'zi ma'lum vaqti bor. Uni hali o'z o'rnida kelsa gaplashamiz. Shu ma'lum vaqtdan o'tkazib yuboradigan bo'lsalarda ularga hech qanday jinoyat bo'lmaydi. Chunki bularning bemorliklari o'zlari sababli bo'lmayapti. Alloh taolo tomonidan berilayotgan bemorlik, bular bunga noshukrlik qilmasdan agar sabr qiladigan bo'lsalar, hatto ulamolarimiz mana shu bemorlikka sabr qilganliklarini sharofatidan ularning kichkina gunohlari ham kechirilib ketadi degan mazmunda, ya'ni va'dalar bor inshaalloh. Mana shunday ehromda holatimizda, ya'ni hajga ehromga kirdik, tayyormiz, muhrimmiz. Endi avtobuslarga o'tirib Mino vodiysiga boramiz. Mino vodiysiga borganimizdan keyin u joyga nima uchun boriladi o'zi deyilsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Arafotga chiqishlaridan oldin Mino vodiysida, ya'ni salkam bir kun turganlar. Demak, biz ham Mino vodiysiga borib, kimlardir ertaroq boradigan bo'lsa, yolg'on Arafa kunini bomdodini ham Minoda o'qiydi. Agar biroz kechroq borganlar, navbat bilan boriladi. Ya'ni u joyda peshin o'qiydi, asr o'qiydi, xo'p, shom o'qiydi, xufton o'qiydi. Keyin Arafa kundagi bomdodni ba'zilar Arafotda o'qiydi, ba'zilar shu Minoda o'qiydi. Xullas payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Mino vodiysida 5 vaqt namozni o'qiganlar. Biz ham inshaalloh mana shunday 5 vaqt, kimlardir 5 vaqt o'qiydi, kimlardir oldinroq borsa 6 vaqt namozni o'qiydi. Shunday qilib, demak biz Arafa kuni bomdod arafalarida, ya'ni bomdoddan biroz oldinroq yoki bomdoddan keyinroq navbat bilan Arafotga boramiz. Demak, bizni Minodagi asosiy vazifamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Minoda turganliklari uchun, ya'ni Rasululloh turganlar, mana shu sunnatni bajarish maqsadida biz ham Minoda turamiz. Endi Minoda turar ekanmiz, asosiy ibodat u joyda sunnatni bajarish ekan, u joydagi sunnatni bajarish bilan birgalikda u joydagi har bir daqiqamizdan unumli foydalanishimiz kerak. Ya'ni zikr, tasbihlar, labbayk Allohumma, nafl namozlar, qazo namozlar, Qur'on tilovatini biladiganlar Qur'on tilovati qiladi. Ya'ni u joylarda amr ma'ruf suhbatlar bo'ladi, u narsalarni tinglaymiz. Ya'ni shu zikr tasbihlarda bir 1000 marta labbayk Allohumma aytdingizmi, biroz zerikdingizmi? Ya'ni 1000 marta subhanalloh ayting.
undan keyin misol uchun 1000 marta astag'firulloh deng, la ilaha illalloh deng. Ya'ni biridan zeriksangiz, birovdan sal charchasangiz ikkinchisiga o'tish kerak. Bir daqiqamizni ham behuda o'tkazmasligimiz kerak. Nafl namoz o'qidingiz 10 rakat, biroz charchadingizmi, demak qazo namoziga o'ting yoki Qur'on tilovatiga o'ting yoki bir kitob o'qishga o'ting. Mana shunday holatda har bir daqiqamizdan unumli foydalangan holatda u Minoda bo'lamizmi, Arafotda bo'lamizmi, shu 3 kun asosan ehromda yuradigan holatimiz 3 kun bo'ladi xolos. Shuni demak har bir daqiqasidan unumli foydalanib, faqat zikr tasbihlar, ibodatlar bilan o'tkazishimiz bu ham kitoblarimiz talabi, ham inshaalloh hajimiz haqiqiy hajji mabrurlardan bo'lishligiga sabab bo'ladi. Azizlar, demak biz mana shu bir sanoqli kunlarda ehromda yurar ekanmiz. Bir 3 kun atrofida hajni nihoyasiga yetkazib o'zi ehromdan chiqamiz. Shunday bo'lar ekan, biz mana shu qisqa muddatning ichida sabrni o'zimizga qalqon qilib olishimiz kerak. Shunaqa holatlar bo'ladi, charchoqdan yoki qandaydir issiqdan sizga sheriklaringizni qaysidir gaplari yoqmay qolishi mumkin yoki bir noto'g'ri gap gapirib sizni asabingizga tegish holatlari bo'lishi mumkin. Charchoqda. Mana shunday holatda siz o'zingizga o'zingiz meni Alloh taolo sinayapti. Men sabrni o'zimga qalqon qilishim kerak. Bunga qattiq gapira olmasligim kerak deb o'zingizni qattiq ushlashingiz kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak hadislari bor. Man hajja va lam yarfas va lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuhu degan mazmundagi hadis sharif. Ya'ni kim agar hajga ehrom bog'lab haj qilar ekan, u yomon gaplar gapirmasa va u shunaqa haqorat so'zlarni gapirmasa, ya'ni birovlar bilan urushish, janjallashishlarni qilmaydigan bo'lsa, u yurtiga qaytayotganda u xuddi onadan tug'ilgandek qaytadi degan mazmundagi hadis sharif. Ya'ni onadan tug'ilgan go'dak qanaqa gunohlardan forig' bo'ladi, hech qanday gunohi bo'lmaydi. Biz ham hajni ehromidan chiqayotganda inshaalloh mana shunday gunohlardan forig' holatda chiqamiz. Faqatgina shartlari mana shunday hadisda aytilgandek, demak birovni ko'nglini og'ritmasligimiz kerak. Har qanaqa holatda ham 100% u tomon siz ro'parangizdagi odam xato gapirayotgan bo'lsa ham, demak astag'firulloh deb, men hozir bir narsa gapirib yuborsam, meni hajimga nuqson yetadi deb o'zingizni mahkam ushlashingiz kerak. Tilingiz doim zikr tasbihlarda, misol uchun ba'zan avtobuslarni kutish holatlari bo'ladi, lekin inshaalloh bunday narsalar bo'lmasin. Demak doim biz har qanaqa holatga tayyor turishimiz kerak. Bir shunaqa noqulay holatlar bo'ladigan bo'lsa, doim qo'limizda tasbih bo'lsa, biz u joylarda ham zikr tasbihlar bilan, ya'ni shu muddatlarni o'tkazadigan bo'lsak, biz demak u kutayotgan vaqtimiz ham behuda ketgan bo'lmaydi, balki zikr tasbihlar bilan o'tkazgan bo'lamiz. Azizlar, shu o'rinda demak Minoga ketar ekanmiz, ba'zi bir tavsiyalar bor, bir tajribali ulamolarning bir tavsiyalari. Erkaklar albatta bir qator, ya'ni oddiy tikilgan kiyimlardan olishlari kerak. Chunki biz hayit kuni qurbonliklar so'yilgandan keyin ehromdan chiqamiz. Erkaklar bu ehrom liboslarimizni yechamiz, unda oddiy kiyim kiyishimizga to'g'ri keladi. Oddiy kiyimni kiyib ham u Minolarda 1 kun 2 kun yurishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta u oddiy kiyimlardan, oddiy o'zimizni shu joylarda mehmonxonada kiyib yuradigan kiyimlarimizni olsak, demak sochimizni olib shu kiyimlarimizni kiyamiz. Keyin shu soch olish masalasi haqida gap ketdi. Albatta soch olishga ham, ya'ni asbob anjomlarimizni olishimiz kerak. U joylarda Mino vodiysida, sochlar Mino vodiysida olinadi. U joylarda bu Masjidul Harom yoki mehmonxonaning atroflaridek sartaroshlar yo'q u joyda. U har bir kishi sanab kirgiziladigan hududlar bo'ladi. Demak, shunaqa o'zimiz bilan shu soch oladigan asbob anjomimizni olsak, uni oldimizdagi kimdir olib qo'yadi yoki o'zimiz olamiz. Mana shunday holatda demak ehromdan chiqamiz. Har bir kishi o'ziga alohida narsa olish kerak. Chunki birovni ishlatganini birov ishlatadigan bo'lsa, u gigiyenaga ham, ya'ni to'g'ri kelmaydi. Demak, hammamiz alohidadan narsa oladigan bo'lsak, u maqsadga muvofiq bo'ladi. Azizlar, yana bir narsa, har birimiz ixcham bir joy namoz olishimiz kerak. Yana bir aytish noqulayroq bo'lsa ham aytamiz, albatta oldimizda, ya'ni hojatxona bumagasi bo'lish kerak. Ba'zi bir joylarga borilganda unaqa umuman bumagalar bo'lmaslik holatlari bo'ladi. Doim bizni yonimizda shu cho'ntagimizda shu narsa bo'ladigan bo'lsa, demak hech qanday noqulaylik bizga tug'ilmaydi. Hamma joyda tahoratimizni qilib, ibodatimizni qilib, demak chiroyli holatda u joylarni o'tkazamiz. Hurmatli azizlar, bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan masalalarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.